Assalomu alaykum. Mening ismim Baxtiyor Boburrahimov. 1994-yilda Buxoro viloyati Olot tumanida tug'ilganman. Bakalavr Qarshi davlat universitetida 20-yil, 23-yilda magistraturani Toshkent axborot texnologiyalari universitetida yakunladim. 2024-yildan boshlab yil boshidan doktoranturani raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy tadqiqot institutida olib bordim. Asosan turbulent oqimlar bilan qiziqib o'rganib ishladim. Keyinchalik atmosferada zararli moddalar tarqalish modellarini o'rgandim. Shuning uchun bo'lsa kerak, ya'ni shu mavzuda, ya'ni atmosferada zararli moddalar tarqalish jarayonini turbulent oqimlar bilan birgalikda qarab, murakkab sohada massa ko'chish jarayoni bo'yicha izlanish olib bordim. Ustozimiz Ravshanov Nurmuhammad domla bilan bir necha loyihalarda birga ishladik. Keyin ular bu yerga doktoranturaga topshirganimda ilmiy rahbar bo'lishlarini so'radim va menga ilmiy rahbar rozilik berdilar. Ravshanov Nurmuhammad domla bilan ayni mavzu va umuman olganda filtratsiya masalalari yoki atmosfera modellashtirish bo'yicha masalalarda ko'p izlanishlar olib bordik. Jamiyatlardagi asosiy muammolardan biri bu ekologiya muammosi. Tadqiqotimiz borasida to'xtaladigan bo'lsak, tadqiqotda asosan aynan murakkab shahar hududida infrastrukturani qanaqa joylashtirsak, shahar havosidan asosan oqimni, sentralni oqimni tashkil qilib, zaharli havoni olib chiqib keta olamiz. Ya'ni kapsula holatda qolmaydi, shaharda bloklanib qolmaydi. Ya'ni aholiga zarari kamroq bo'ladi yoki bo'lmasa ikkinchi tomoni birinchi mavzuning murakkab geometriya sharoitida degan qismida. Va ikkinchi tomon iqlim omillari bor. Bularda fasllarga qarab, misol asosan Toshkent shahrini o'zini oladigan bo'lsak, ko'p ishlab chiqarish obyektlaridan ham eng katta ta'sir ko'rsatadigani Tashkent yaqin. Asosan unda har xil yoqilg'ilar ishlatishadi. Yoki bo'lmasa isitish qozonlari bor. Ya'ni atapleniyalar, boshqa qish mavsumida mazut, gaz, ko'mir har xil narsa yoqishadi. Yoki shunga o'xshagan ishlab chiqarish obyektlarida. Bu ishlab chiqarish obyektlaridan ham kattaroq ta'sirni transport vositalari beradi. Buni tadqiqotim natijasida ko'rdim, chunki bitta oddiy avtomobil bir kun harakati davomida agar 10 litr benzin yoki propan yoki nimadir yoqadigan bo'lsa, kam zarari har xil. Bu ko'rsatkich agar oddiy havoda yongani bilan mashinaning dvigatelida yongani bir xil natija beradi, chunki dvigatel o'ziga nimadir olib qolmaydi. Ikkalasi ham bir xil yonadi. Yonishning hisobiga o'sha ajralib chiqadigan karbonat angidrid, natriy dioksidlar, azot dioksidlar bu yoqda zararli ta'sir ko'rsatadi vaqt o'tishi bilan. Chunki ularning o'lchami juda kichkina, hattoki odam terisidan ham kira oladi-da, o'pkadan tashqari nafas olganda. Bu borada aynan agar murakkab geometriyani, shahar infrastrukturani qanaqa bo'lishiga, ya'ni aynan bashorat bera olsak, struktura qanaqa bo'lishini, bu yaxshi natija beradi. Lekin yangi shaharlar qurishda, loyihalashda bu yaxshi natija beradi. Ilmiy izlanishni boshlash arafasidagi kadrlarga deymizmi yoki bo'lmasa shaxslargami, yoshlargami maslahat sifatida nimani ayta olaman? Hamma narsada, ya'ni hamma sohada ustoz bo'ladi. Har bir sohada shogird bo'ladi. Uni nimanidir kimdandir o'rganish bu ustoz shogird degani. Buni kimdir inkor qiladimi, boshqa qiladimi, farqi yo'q. Asosan
shu narsani, ya'ni ustoz shogird munosabatini to'g'ri baholash kerak bo'ldi va mustaqil o'rganishga ko'proq e'tibor berish kerak. Ya'ni ustozdan yo'nalish, o'zingizdan ayni yo'nalish detalni o'rganish yaxshi effekt beradi. Asosan ilmiy faoliyatim davomida menga yaqindan yordam bergan ustozlarimga, rahbariyatga, har bir xodimga, ya'niki mana ustozim Ravshan Nurmuhammad domla qancha yordam, ilmiy tomonlama va amaliy yordamlarini berdilar. Bu uchun katta rahmat. Yana bir inson aytmasa bo'lmaydi, Ahmedov Dilshod. U kishi ham ustozim hisoblanadilar meni. Har bir sohada detalni shu mavzuga kirib kelishim, shu mavzuda yoki mavzu emas, umuman sohada o'sishim uchun detalni necha yillab xizmatlari ketgan. Keyin rahbariyatga albatta har bir xodimga minnatdorchilik bildiraman.